Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yine Qo'shko'pir tumanida Jalizi do'koni o'z faoliyatini boshladi. Ro'za Ramazon oyi bilan skidkalarimiz davom qiladi. Shu yerda ko'rib turgan jalizilaringizni hammasi bir donasi 200 ming so'm. Razmeri 1.50 eni 1.80 bo'yi. Telefon nomerlarimizga telefon etib bog'lanib bemalol kelaverasizlar. Shu videoni ko'rib keldim deb ko'rsatib isbotlab bersangizlar donasini 200 ming so'mdan berib yuboramiz. O'rtoqlar. Dükkana gelip lekin bu videoni ko'rsatmasangizlar u hisobga olinmaydi. Ko'rib turganlaringizni hamma jalizilarimiz asl sifatli tovarlardan ishlangan, uning qolib ketgan, ostatgan narsalar yo'q bizda o'rtoqlar. Gelip ko'rib o'zlaringiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Hammasi zo'r sifatli, kачественный narsalar. Nastoящий haqiqiy turistskiy jalizilarimiz shuda hammasi.